Assalamu alaykum hurmatlik qarindoshlar. Allah yana bir qatim sizlar bilan yuzlashishga nasib qildi. Buning uchun Alloh hamdulillah olsun. Bugungi tema inson ruhiyati va tashviqotning burmalash, qaymoqtirish, yetaklash roli. Tashviqot haqida to'xtalamiz deb ko'p davran qildik yo, ammo araga boshqa temalar kirish bilan buni bugun kechiktirib o'tdik. Tashviqot bir g'oyani ishga oshirishdagi ma'naviy omil bo'lib, ba'zida shunday hollarım bo'ladiki, bu ma'naviy omilning roli 100 ming kishilik bir armiyaninkidan kam bo'lmaydi. Ba'zi chog'da ancha kuchli bo'lmagan bir armiya agar kuchlik va ta'sirli tashviqot bilan moslashtirilsa, kuchlik bir armiya ustidan g'olib kelishi mumkin. Chunki jangdagi ustunlik faqatla qurol, aslaha ustunligi bo'lib qolmay, texmi muhimi askarlarning jangovarligiga bog'liq bo'lg'achqa va bundaq jangovarlik, ya'ni ruhiy omil tashviqot orqali barliqqa keladigan bo'lg'achqa, tashviqot g'alaba qilishning asosiy desimi oshirib o'tganlik bo'lmaydi. Kommunistlarning sobiq Sovet ittifoqi va Xitoyda hokimiyatga chiqishidagi muhim omillarning biri dal tashviqotdir. Kommunistlar muvaffaqiyatli turda kishilarni aldab, kommunizm utopiyasiga ishontirganligi uchun g'albaning kapolati bo'lgan ma'naviy qurilma yaratilib, g'albani kapolatga qo'ygan. Gerçi kommunistlarning naqadar nomussiz yolg'onchilar ekanligini bugungi kunda bolalarni biladigan darajaga kelgan bo'lsa-mu, zo'rliq kuch bilan tutib turishni mustasno qilganda, tashviqot yanada muhim rolini joriy qildirib kelmoqda. İnsanlar to'pi hamon padaga o'xshaydigan. Bu ashunda o'qishtiladi, amaliyotdami o'xshab ketadi. Topda bir necha sakiga ergishadigan odat bo'lgandek, hamon birining orqasidan ketaveradigan gap. Hatta qushxonag'imi o'z oyog'i bilan menib boradigan gap. Chunki insonlar to'pidagi har bir shaxs masalalarning mohiyati haqida inchki tahlil qilib o'tirmaydi. Undaqken buni tushungan kazzob kommunistlar allaqachon kasab bo'lgan bir koni molni boshqa rangi bo'yab, qaytadan bozorga selib, yanada bu padini aldashni davom qilmoqda. Her xil sun'iy maydonga keltirilgan atalmış qahramon ulgular hamda ularning ko'ptirilgan ish izlarini o'rganishga safarbar qilish tashviqoti yanada modi yanilab turibdi. Kommunistlar tashviqotida hamon ana shunday bir ulguni asos qiladi. İnsanlarni kimga o'xshash bo'lish kerakligiga mana shunday bir misol ko'rsatib turib, ondan uni do'rashga qistaydi. Stalingrad urushiga doir bir kino ko'rdim. Amerika kinosi. Onunda dastlabki mag'lubiyatlik vaziyatni kontrol qilish va o'zgartirish uchun Xrushchev, keyin bu Sovet ittifoqining beshiga chiqqan lider Nikita Sergeyevich Xrushchev Stalingradga evatildi. Xrushchev kelib bu yerdagi bosh qo'mondonni vazifasidan olib tashladi va uni sharaf bilan o'lib olishga buyurdi. Andan barliq generallar, shtab ofitserlarga jangchilarda kayfiyatni ko'tarish uchun cho'qim bir ulgu tiklash lozimligini so'zladi. Bir ma'naviy ulgu bo'lmaydi dedi. Andan mushundaq bir ulgu bormi yo'q deb chin qilib so'radi. Bir ofitser o'zining birisini biladiganligini, u jangchi qahramonlik bilan bir necha nemis askarini yo'qotganligini so'zlab berdi. Bu aslida qahramonlik deb ketgidek bir ishmo emas edi. Bu ko'rinishning aslisi tomoshabinlarga ko'rsatilgan oddiy bir voqea edi. Ammo Xrushchev kommunist nazariyasiga ko'ra buni qandoq ko'p turib, qandoq cho'ngaytib tashviq qilish kerakligini aytib o'tdi. Jangchining suyurti tortildi, gazetlarga ajoyib ta'sirli axborotlar berildi, radiomi anlatildi. Andan jangchilar orasida uning qahramonlik ruhidan o'rganish tashviqoti qanot yaydirildi. Her kunlik gizit qahramonning yangi qahramonliklariga doir xabarlarga to'lib tashdi.
Jangchilarning kayfiyati ko'tarilib, uni doğraydiganlar, jeniga tavakkul qiladiganlar ko'paydi. Mana shunday qilib, urush vaziyatida keskin burilish borliq keldi. Xitoy kommunistlari o'zlarini qutqazg'uch qilib ko'rsatib kelgan yarim asrlik ideologiyalik ovchiligida faqat kommunistlarning rahbarligida sotsialistik eldila xalqning haqiqiy xo'jayin bo'ladiganligi, davlatning egisi bo'ladiganligi, baxtlik, bayoshat bo'ladiganligi haqidagi tashviqot bilan birga kapitalizm dunyosi deb tonitilgan demokratik ellar haqida qon ichkichi kapitalistlar, xalqning shillisiga minib olgan xo'jayinlar, zolim, shafqatsiz parazitlar, mushu dunyoning do'zaxi degan sifatlashlar. Bu ellarda yaşaydigan izilgich xalqlarning har qachon, har yerda qaqinda so'qinda bo'lishlari, har ko'rganda xo'jayinlarning olayishlari, bekorli tifib yoki dassab va yo tukirib o'tib ketishlari, huquqsizligi, xorizorligi, boylarning axlatlarini titiklab yeydigan narsa izdashlari haqidagi ichinishli hikoyalarga to'lgan darsliklar, balalar kitoblari va sinfiy kurash tarbiyachisi o'z ichiga oladigan barliq ideologiyalik ovchilik bizni qanday hissiyotga keltirib qo'yganligini eslashmi haqiqatan kulkili. Bu turdagi tashviqotlar eng kuchaygan zamonlarda shaharlarda oq oshliq ta'minlashi 5% ga tushib qolgan bo'lib, qog'ini seriq qo'noqning yirik uni edi. Keyin seriq qo'noq uni masxara yuzidan harbiycha deyildigan bo'ldi. Ana shu yirik qo'noq unig'imi tuzugrak qo'sqimiz to'ymay, och zerin tishlarimizni paqirtib, heliqi ulug'vor shuarlarni to'laydi. O'zimizning yer sharida eng baxtli insonlar ekanligimiz haqida Xitoy kompartiyasining g'amxo'rligida hech gumonimiz yo'q edi. Yani şu haldımı kişilerini sünni meydanga keltirilip, köptürüp yoğuntilgan ülgilerden ügünüşki seferber kılışattı ve deyiletti. Mavzudun devri kahramanlar köplep meydanga keldiğan devr. Bu kahramanlar kılçımı öz menfaatini közlemey, başkalarının da menfaatini közleydiğen namsız kahraman buladigan, haksız yardım, haksız emgek kılıdigan, umumgu kuyungüçüler bulattı. Bunun bilan Xitoy aslida hali qadar az hayotlik ehtiyojlidan voz kechib, hech nima talab qilmaydigan qilmoqchi bo'lsa kerak. U chaqdagi tuyg'umiz, tushunchimiz shu ediki, go'yo biz baxtiyor sotsialistik mamlakatda yashab qolganimiz uchunla ana shundaq boshqalarni o'ylaydigan qahramonlarimiz, xalqning chakiri deb sifatlanadigan kommunist kadrlarimiz bo'ladi. Buni haliqi vaylun do'zax kapitalizmda tasavvur qilg'il bo'lmaydi. Bo'ladimi? Ular degan manfaatini deb o'ladigan vahshiylar bo'lsa. Bir az cho'ng bo'lgandan keyin bu xalqning chakarlarini tunishga boshladim va ularning butun kalini puydimayli yutib o'tishga yaraydigan yalmavuzlar ekanligini bildim. Chet elga chiqib, haliqi bolalik qalbimizga do'zax sifatida o'rnatilgan demokratik ellarda yashashga to'g'ri keldi. Endi ko'ryapmizki, bu yerda undaq aldamchilik tashviqoti, podiga yerilg'idek jarsilatmayla insanlarda insan xas tabiat yordamsuyarlik bo'lgandan boshqa yaqinda bir xabarda Amerikada hokimiyatning har qaysi qatlamlarida xizmat qiladigan ba'zi boshliqlar agar yetarlik boy bo'lsa, maosh olmay bekor ishlaydiganligini uqib, kallamga hali qilchimi o'z manfaatini ko'zlamay, boshqalarning manfaatini ko'zlaydigan qahramon kommunistlar keldi. Xabarda misol qilib, New York shtatining boshlig'i Michael Bloomberg va Kaliforniya shtatining boshlig'i Schwarzenegger, mashhur kino artistining bekorga ishlaydiganligini yozgan ekan. Bizning suyimli kommunistlar bo'lsa, dal cho'ntak to'ldirish uchun boshliq bo'ladigan bo'lsa, maosh tugul boshqarish doirasining hammasini mening qilib olish yo'lini izlab halak bo'ladigan bo'lsa, bundoq bir ruhnular tasavvur qilish mumkinmi? Ammo biz şu ana kadar bu yalğanlarga aldandık. Xalqimiz texice aldınıvatıdı. Bularning hammasi teşviqatning qudratidan bo'layotir. Atalmış medeniyet zo'r inqilobi davrida bola edim. Tangtishlarimdan birining dadasi jin shayton qilib tatib chiqarilgan edi. Bir kuni kinoxonada bu kishini kurash qilish cho'ng'ig'ini bo'ldi. Biz Hong Shaobing qizil kichik askar edik. Tabiiyki aldonqi saplarning o'rnini olib o'tirdik. Sahnada bir o'rindiq ustida bo'ynida taxta pastga inishgan holda kurash obyektimiz, savoqdishimizning dadasi turibdi.
Küreş başlandı. Çapsallı kızgın hararet yukarı pellegi çıktı. Kişilerinin kallası reaksiyon teşvikat bilen aylandırı itilgen boğaçka bu adam bizge nimi ziyan kıygan dep oylanıp oltamasdan şikayetler, karalaşlar başlanıp gitti. Aralap öpküsünü basalmaya kalgan inkılavi ammıdın birisi şu vaxtda olap duratdı. Bir kemde hele kısa vaqdışımız sənədə iniştirip koyulgan kapitalizm yolgamanğa hukuklarının balısı orundan turup gazepten çın tügülgen muştunu yüz götürüp ve kahrı bilen şıltap şu vaxtda oldu. Tursun Avuttazını yoktaylı, bütün zal cengi var, sadası bilen şu varga avaz koştu ve şu varda oluğucunun, küreş kılınğucunun balısı geldiği kişiler arasında birden zalı şav bulup, kişiler bu hakik partiyanın balısı bulup yetişken komünizm izbasarıga çoğunkur muhabbet ve heves bilen qaraştı. Ağzı tegmesinin bu isil oğlunun kapitalizmi yolgumangan dadısının derhal çekçigir acırtıştık meydan enik közü ruşen ifadesini maqtışıp geçti. O bir dilli meşhur balığa, kahraman ösmürge aylandan edi. Bizmi bu dostumuzdan acayip jasaretiga iftiharlanıp bakattık. Şu çağda menin ko'nglimda paydo bolgan galat xiyal şu bolganki, ajab mening dadam maşında küreş kılmagan bolsa, men şundaq şu varto'la partiyaning yaxshi balası bolgan bolsam, belkim bunda xiyal başka sabablaşlarımdan paydo bolmay kalması gerek. Çünkü zaman şundaq, keyfiyat şundaq edi. Mana şundaq insanlarını insani tuyg'ulardan mahrum qilgan ve bunu xushallik bilan qabul qildirgan insani mehr muhabbet qarindoshlik mehri deganlardan burjuaziychi inson tabiati nazariyasi deyilib yirtqichlarcha voz kechtirgan ve bu insoniyatsizlikni sharaflik bir ish ustida qabul qildira olgan kuch nima edi? Zo'rlik? Ya, teşviqat edi. Teşviqat insanlarını en şunda kaymoqtıra alaydı ki insan şermendilikni şeref deb bilishga başlaydı. Şerefni numus deb biladigan bo'ladi. Bugungi kunda vatanimizdagi Xitoy tajovuzchilari Millatlar Ittifoqi namunchisi degandek şermendilikni şeref sifatida tanıtmoqda ve bunu kişilermi şu taklifte qabul qiladigan ve bu milliy munofiqlikning vatan sotqishlikning guvohnomasini sharaf ordini bilib hech nima qilmaganni oz deb faxrlangan hissiyotda cho'nqur sharaf tuyg'usi bilan sahnalarda qabul qiladigan bo'ldi. Xalqning vatanning ozodlik yo'lida kurash qilgan inqilobchilar yana shu ta'tir tashviqot bilan xalq dushmani, aksiyatchi, o'g'ri bulangchi deb sifatlanib kişiler bunun numus keldiğen manevi keyfiyat varlığı kelyapti. Mana bu maneviyatimizdagi buzuluş maddi tajovuzchilikdan xatarlikroq, qo'rqinchliroq bo'lib, bizni tamamen manqurtlarga aylantirib o'tishi mumkin. Xalqimizning estetik o'lchamining ta'tir bo'lib ketishining qo'rqinchli darajasi vatanimizni 1:100 nisbatda Xitoylar besib ketgandan yomonroqdir. Çünkü ameliyat şu ki, eğer vatan için, azadlık için kurash qilish xato ish, xalq dushmani qiladigan jinoyat deb qaralsa, kim bunda gunohni qilishni xohlaydi? Bu ma'naviyatimizdagi buzilishning natijasi shu bo'ladi ki, tadrijiy holda bundaq bir istak, ya'ni azadlik istagi ko'nglimizdan ko'tarilib ketadi. Bu Xitoylar planliq maqsadli holda elib berayotgan psixik hujumlarning biridir. Onun için Xitoylar Xotanning ma'lum yezisida şehit bo'lgan 2 yoshni yezi xalqi shehid, qahramon deb atab, motam bildirib, dabdabi bilan dafn qilganligidek voqeaga intayin diqqat qilgan. Ular bu ishdagi ma'naviy sifatdan o'lgidek qo'rqib ketgan. Bu ishning darajasini barliq bo'lgan tirik kishilarning hammasidan ig'ir deb baholagan. Bu voqea Xitoycha Davlat manfaati hammadan a'lo degan kitobda tilga olindi. Xitoylar yana Xitoy tajovuzchilari, tajovuzchi hukumat degandek atalg'ularning ishlatilganligidan bak esankirab ketgan. Dushmanni cho'chitib o'tgan bu voqeadagi mohiyat nimada? Xalqning estetik o'lchamining to'g'rilanib qolganligi. Güzel narsalarni, güzel yirkinishlik narsalarni sat deb biladigan ma'naviyat. Tajovuzchilarning
təşviqat arqılı təcavüzçülük mahiyetini pərdilep, özlerini qutqazğıcı dep tən aldırış uğrunuşlarının boşluq ketkenlik. Xalq düşməni dep tonutulup, nefretki nişan qilishga urinilgan inqilobchilarning qahramon deb tonilib suyilganlik. Bu bizga qanday aql berdi? Dal dushmanning aksicha tashviqotni kuchaytirish. Xalqqa nimaning sharaf, nimaning sharmandilik bo'lganligini tonutish. Qahramonlarni tashviq qilish. Ulardan o'rganishga safarbar qilishning naqadar zarurligini tonutadi. İnqilab qilamiz deymiz, buning hech qanday ideologik asosi yo'q. Xalqda yo'q. Ammo hali qayvatlik nomlar bilan atalgan tashkilotlarni o'xshashli cho'giltib qo'yib berilgan odamdek, eli bu yoqqa o'sib, nima qilayotganini o'zim aniq bilmagan holda yig'in ichib hech qachon bunday bir iddiaviy sistem barpo qilish to'g'risida xiyoligimni keltirishim yo'q. Çünkü bu siyasi kimlikten tashqari ma'naviy safaga munosabatli bo'lg'achqa bundaq mo'mativiga to'planib ichida buningga aqliyatdek odamlarning muboligi tayinliq bo'lmoqda. Şu bundaq qora nurliq chiroqlar qarab o'ltirmay keng vatanparvar ammo o'zi biladigan qahramonlarning hayoti, faoliyatlarini yezib, ularning fidokor ish izlaridan xalqimizning ulg'ayirishi uchun sunishi ta'xirsiz bir zaruriyatdir. Pişt bazarlarını uzunla kesip kıskını ulaş bilen avat kılıdığan bilermen efendilerinin mu vatanının kısmetigi köngül bildiğanlık rast olsa birer emelirak temi üstüde izlenişlerini hürmet bilen tavsiye kılımız. Emmanlar rahmet.